Futbolchilarni klublar bilan tuzadigan shartnomalarida g'ayrioddiy va ba'zan kulgili bandlar ham uchrab turadi. Bugun sizlar bilan shartnomalardagi bir nechta shunaqa noodatiy bandlarni ko'rib chiqamiz. Moiskinning otasi 2018-yili Yuventus bilan shartnoma tuzilayotgan vaqtda shartnomaga unga yangi traktor olib berish bandi ham qo'shilishini talab qilgan. Klub avvaliga rozi bo'lgan, lekin keyinchalik bu shartni bajarmagan va futbolchining otasi bu uchun klub rahbariyatini matbuotda tanqid qilgan. Mashina desa ham hayron qolmasdim, uy desa ham hayron qolmasdim, lekin traktor bilmadim to'g'risi. Neymar PSJga o'tganida klub rahbariyati shartnomaga agar muxlislar bilan ko'rishsa, intervyularda ijobiy so'zlar aytsa va jamoadoshlariga hurmat ko'rsatsa, unga bonus pullari berilishi haqidagi bandni qo'shgan. Lekin bu bonus pullari yiliga 6 millionga aylanib ketgani uchun keyinchalik bu band olib tashalgan. Neymar janoblari ham pul olaman deb jim yurgan ekanlar-da. Yana bir shunga o'xshash holat Mario Balotelli Manchester Cityga o'tayotganida shartnomaga agar mashg'ulotlarda futbolchilarni urmasa bonus pullari berilishi haqidagi band qo'shilgan. Braziliyalik futbolchi Ronaldinho bo'lsa Barselonada haftasiga 2 marta tungi klubga borish huquqi shartnomaga kiritilishini talab qilgan va klub bu talabni qanoatlantirgan. Sunderlandda kosmosga uchish taqiqlangan, lekin futbolchi Stefan Schwartzning kosmosga uchish niyati bor edi. Uni agenti buni klub rahbariyatiga aytganida bo'lsa, klub futbolchini shartnomasiga NASA yoki boshqa fazoviy dasturlarga qo'shilishi taqiqlovchi band qo'shgan. Xullas, shu kabi qiziqarli bandlarga ega shartnomalar juda ham ko'p. Agar video sizlarga yoqqan bo'lsa, izohlarda fikrlaringizni qoldiringlar. Shunga qarab videoni davomini ham chiqarishim mumkin.